Tovlamachilik jamiyatda insonning sha'ni, qadr-qimmati va mol-mulkiga tajovuz qiluvchi og'ir huquqbuzarliklardan biri hisoblanadi. Ushbu jinoyat turi orqali ayrim shaxslar boshqalarning obro'si yoki shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanib noqonuniy ravishda moddiy manfaat orttirishga urinadi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar keng ommalashgan bugungi kunda tovlamachilikning yangi ko'rinishlari paydo bo'lib, fuqarolar shaxsiy hayotiga jiddiy xavf solmoqda. Shu kabi holatlardan biri yaqinda Jizzax viloyatida aniqlandi. Xususan Forish tumanida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaatida unga nisbatan sodir etilgan qonunbuzarlik yuzasidan chora ko'rishni so'ragan. Ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoq orqali ayol kishi uning shaxsiy fotosurat va videolarini haqoratli so'zlar bilan ommaga tarqatgan. Shu bilan birga mazkur materiallarni ijtimoiy tarmoqdan o'chirish evaziga 8 million so'm miqdorida pul talab qilingan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbirlar tashkil etildi. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida Jizzax shahrining Olmazor mahallasi hududida ushbu ayol talab qilingan pul mablag'ining 5 million so'mini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, tovlamachilikka qarshi kurash barchamizning umumiy vazifamizdir. Qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda har bir huquqbuzar qilmishi uchun javob berishi shart. Mazkur holat ham ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor va qat'iy harakatlari orqali jinoyatlarni fosh etish va fuqarolar huquqlarini himoya qilishdagi muhim qadamlardan biri bo'ldi.